Internetda judayam populyarni bo'lgan o'sha chiroyli ko'killi makiyajni bugun sizlar bilan takrorlaymiz. O'sha bilan yaxshilab tarab olamiz. Konsiler. Portugaliya Ronaldo uni to'xtatadi, to'qodir. Bir 140 necha marta shu ashulani o'qiyapman. Skochni обязательно olamiz. Skoch, без skoch nikuda. Потому что agar qo'limiz yopishgan bo'lsa, shunga strelkamizdan ko'z chiqadi-da. Shuning uchun обязательно skoch. Mana skochni yopishtirganimiz keyin ochiq rozoviy rang bo'ladi. Mana bunday qilib surtamiz mana. Mana bu rangini ishlatamiz. Ozgina krugleyroq kistechka. Mana bu teparoq kostechka bor-ku, mana shu tomoniga aylanma harakatda bu tenimizni ishlatamiz. Mana tenlaringiz rangi pastroq bo'lsa, shunchalik makiyajlaringiz svejiy, tabiiy ko'rinadi. Qora qalamlarning dadasi bu artista. Skochni tepasiga ozgina strelочка, ya'ni chiziqcha, ozgina chiziqcha chiqaramiz mana. Все, bo'ldi. Dalish ketmaymiz, chunki rastushuvaz qilgandan keyin shundoq ham uzunroq bo'ladi. Ozgina tepasidan kichkina qalamni o'zini rastushuvka qilyapman. Ozgina strechиваем pasini rastushuvka qilamiz. Va mana bu ploskiy kistechka bilan nabirать qildim. Добавляем. Olamiz u, mana bu teng emas, bu ozgina highlighter bu. Qismiga mana bunday qilib ochni olib tashlaymiz. Oh my god, ну что за красота. Ko'zimizni kattalashtiramiz. Buning uchun bizga shunaqa puchkovoy kiprik 10 razmer kerak. Duo oq kley. Bunaqa qiyshiq pinset olamiz. Nega botirdim. Qilib chetidan boshlaysizlar. Qilamiz. Yopishtirish juda ham qiyin qizlar, shuning uchun bir martaga agar o'xshamasa hech ham xafa bo'lmanglar. Qayta qilaversalaringiz agar обязательно o'xshaydi. Obязательно buni tush qilishimiz kerak. Kleydan turg'izmanglar. Осторожно, такой легкий taranglar. Damiz. Добрый долба. Обязательно база под макияж. Qizlar, bitta savol beraman, faqat to'g'ri javob beringlar. Oyiga o'zlaringizga qancha rasxod qilasiz? Agar turmush qurgan bo'lsangiz, eringiz oyiga sizga qancha rasxod qiladi? Yoki agar siz turmush qurmagan bo'lsangiz, sizga yigitingiz bo'lajak eringiz qancha rasxod qilishini xohlardingiz? Birinchi bo'lib shik, u menga nomer 05 капля. Обязательно Estee Lauder 2 капли. 2 капля Celimax'ni tonerini aralashtiraman, чтобы у нас было легкое покрытие. Ладно, 3 капли. Buni нам спонж olamiz. Dior, вы должны мне за рекламу это, знаете? Qancha mana подписчикларым после того, как я вас отрекламировала, то, что я пользуюсь вашим продуктом, мои подписчицы пошли и купили нам спонж bilan yediramiz hammasini. Yana yangi kosmetikalar olishim kerak. U uchun ham pul kerak. Hamma narsaga pul kerak. Ko'ylak yo'q, pul kerak, obuf yo'q, pul kerak. O'qotuv kosmetikaga pul kerak. Yigitlar aytadiki, qizlar merkantilni qizlarga pul kerak. Qizlarga pul kerak emas. Просто qizlar borib nimadir sotib olaman desa, ulardan pul so'rashadi. Bizga vaqti pul kerak emas. Ana shu magazinchilarga aytinglar, pul so'ramasizlar bizdan. Biz ham merkantilni bo'lmaymiz keyin. Bizga asli vaqti kerak emas pul. Bizga mehrim holat bo'lsa bo'ldi. Parashana, pudra ishlatamiz. Kistechkani tozalaysiz, keyin jiravik bo'ladi. Asal Dior'ni fioletoviy rumyashkasini olamiz. Mana na shochki nanosim. Уже fanataman, doim ana shu rumyani ishlataman. Bu Dior'ning paletkasiga bor ekan tengini. Endi ko'zimizni kattalashtirish maqsadida oq qalam ishlataman, lekin agar sizni ko'zingiz shundoq ham katta bo'lsa, umuman sovet bermayman oq qalam, faqat qora qalam ishlatasizlar. Bilan labimiz особенный bo'ladi. Shuning uchun birinchi bo'lib Nistayesning 764 qalamini, temno korичневini olib, labimizga chizamiz, kontur. Так, помада от Шик, номер 04, карамель. Dior, так, оттенок 001. Девочки, все. Bizning makiyajimiz sizlar bilan tugadi. Men o'ylaymanki, bu makiyajni sizlar takrorlab bilasizlar. Kommentariyaga sizlarga yoqdimi, yo'qmi yozinglar. Дальше qanaqa makiyaj qilib ko'rsatay sizlarga.